أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله yuqorqi oyatlarda Yahud Nasaralar hatta musulmonlar bu qibla to'g'risida qarang qilib ketgandan keyin Alloh taolo ularga muhim bo'lgan narsani ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni bu yerda yaxshilik u tarafga yo bu tarafga yuzlanish emas. Ma ishni qilgan odam undan yaxshi ishni qilgan bo'ladi. Muhim bo'lgan ma'vo deb ko'rsatib qo'yadi. Yani yaxshilik degan sizlar yuzinglarni u taraf bu tarafga yuzlantirishinglar emas. Bu mesela Müslüman ve Nasaralardan. Yahud Nasaralar aşı Baqarada Yunus qılında qıblını ötküvağında da müşriklarmı dedi hatta mesela. Bu to'g'ri gap so'z qilishdi. Yani musulmonlarga Allah Taala bu to'g'rida ular qanday javob berishni o'rgatdi. Ham to'g'risida minishqa ko'rsatmadi. Bergandan keyin hamda bularning bu qiblaning ishini bunday cho'ngaytib o'tishi aslida kerak emas. Asli qiblaning ishi matrib yuzlanib shu ibodat qilaversak, bilmasak bo'ldi. Ammo shu to'g'ri g'alab qilaverish bu yaxshi emas. Yaxshilikqa erishmoqchi bo'lsang, qanday qilishing kerakda? Iymon etib, namoz, zakot, yaxshilik, ma'nishni qilsang, unda bu yaxshilik bo'ldi. Odatda bizning jamiyatimizda shunday kishilar bor. Bir masala bor. Davomliq shuni gapini qilib turib oldigan. Buningdan boshqa islomning muhim arkonlari, muhim farz vajibatlari bundan kari yo'q. Bir narsani dinning nima qilib olgan. Amaliyotda dinda uning ahamiyati u darajada ko'ngil bo'lishga tegishli emas. G'alvaqda ishlamaydi. Masalan shu ehtiyot ishim o'qimadik. Bir so'g'iltisa bular. Umr bo'yi ham shu masala bor. Uni tashlamaymiz. Nima uchun buni tugitib, ya unda ya bunda deb javob berdi olimlar. Shuni birini tutiblam ketaverib, unda muhim bo'lgan boshqa ishlarga diqqat qilmaymiz. Demak, bu oyatda hozir sizlar o'sha qibla to'g'riliqni qilgan maqsad nima edi? Yaxshilikqa erishib, Alloh taoloning roziligiga nail bo'lishdi, shunami? Undan keyin qiblaga yuzlaninglar. Bu da endi hozir muhim bo'lgan narsa, haqiqiy yaxshilikqa erishadigan cho'ng narsalar mana deb ko'rsatib turadi. Ya'ni yaxshilik degan sizlarning yuzinglarni u yon bu yonga, u taraf bu tarafga yuzlantirishinglar shular emas edi. Vujuhakum qibalal mashriq wal maghrib wal xitabu li ahli kitob. Ahli kitob bu qibla to'g'riliq g'alva qilgan gap taqatqa. Shunga ahli kitobga qartotidagi xitobni. Yana qiblatan nasara mashriqu baytul maqdis va qiblatal yahudi maghribahu. Sharqqa va g'arb yuzlantirishinglar emas dedi. Nima uchun sharq va g'arb degan ikki so'zni akeldi desa, muallif deydi-ki, chunki Nasaralarning qiblasi Baytul Maqdisning sharq tarafi. Yahudilarninki uning kun batish tarafi deydi. Ash bir tarafiga qaraydi ekan. Hozir kun chiqish kunning tarafimizmi? Iya, shu Baytul Maqdisning kun batish tarafiga qaraydi ekan. Mashriq tarafiga qaramay, kun batish tarafiga qaraydi. Demak, bu mashriq tarafda bo'lsa, o'sha mag'rib tarafga yuzlangan bo'ldi. Ammo mag'rib tarafda bo'lsa, ya'ni shu kun batish tarafiga qarash kerak. Bu oyatni ham bu Nasara yoki Yahudilar desak, masalan, musulmonlarni nisbatan aytgan chog'da, musulmonlarning sharqni, g'arbni ta'zim qilishi Hadiramda birinchi tafsirda ahli kitob qaratilgan deydi. Antuvallu degandiki xitob hozir ahli kitob qaratildi deydi. Chunki ahli kitob g'alab qilgan bu to'g'riliq. Musulmonlar u yoqni qaraydi, hozir qarab oldi, bu deb. Lekin bu xitob musulmonlarga, ahli kitobga hamma insonlar qaratilgan desak, haqiqat shudir. Chunki musulmonlarga sizlar u yoqqa bu yoqqa qarash bu muhim emas. Muhim bo'lgani ma'voda. Hozir tafsirda ahli kitobga qaratilgan demakchi. Demak, Yahudilarninki ash mag'rib tarafi deydi. Baytul Maqdisning Madinada turib bular shunda qaraydi ekanda, Madinadagi ahli kitoblar shunda qaraydi ekan. Bir mashriq qarasa, bir taraf mag'rib. Nima uchun mashriq taraf qaraydi desa, Maryam alayhisalom Makkaning sharqiyya. Maryam alayhisalom Isa alayhisalomning tug'ishlariga Baytul Maqdisning sharq tarafi, Baytul Lahmiya sharq tarafiga chiqqanda shu tarafni ulug'lash paydo qilib olgan. وكل واحد من الفريقين يزعم أن البر التوجه إلى قبلته. Demek bu her ikki guruh bizning qiblimizga qarash shu to'g'ri, yaxshi ish degan shu, ağını xato deb bunda deb turgan bo'lgan ekan, shularga shunda raddiya berdi. Faradda alayhim bi annal birra laysa fima antum alayh. Sizlar o sharq tarafga, g'arb tarafga qaraymiz degan bu yaxshilik emas.
yaxshilik degan ma'noslar qibla qarashmi cho'ng masala emas bu. Fa innahu mansukh. Ya'ni sizlarning bu qiblanglar amaldan qoldirilib ketgan demakchi. Lekin bu oyatni biz umum musulmonlarga, Yahud Nasaralarga hammaga qartilgan desak, texim bakışıdır. Yani musulmonlarning eng foydali, eng muhim bo'lgan narsaga diqqatini tortadilar. Walakinnal birra, lekin yaxshilik degan nima? Hozirmiz qibla to'g'ri g'albini bilsa, yaxshilikni, taqvodorlikni ko'zlash uchun deyilayotgan. Undan keyin haqiqiy yaxshilik degan ma'no aslida. Birra man amana billah, yani iymon etgan kishining yaxshiligi degan demakchi. Demek müşahede men amenin aldığa mudaftin birini takdir kıldarlar. Birra men amene. Ev zel birri men amene. Ya ki velakin zel birri birinin aldığa zel diyen takdir kılıp lekin yaxşılıkның iyisi yani takvadar diyen qanday kishi ise iman etqan, bunda qilgan. Vel qavlan ala hadfil mudaf. Demek mush ikili tefsir hazır. Mudaf elib tashlangan degan so'zning ustiga qurilgan. Birisi zal birri degan zaga elib tashlangan edi. Yana birisi birra man deb manning oldida bir degan so'z elib tashlangan demakchi. Val avval ajwad. Lekin zal birri deganimiz ashunda taqdir qilsak texmo obdaroq chiqadi. Zal birri man amana demakchi. Birinchi taqdir. İkinci takdir walakinnal birra man amana. Demek hozir birinchi takdirda al-bir deganning oldiga za deganni takdir qildik. Ikkinchisida men deganning oldiga birra degan so'zni takdir qildik. Lekin birinchisi obdarroq deydi. Val birru ismun lil khayr. Bir degan nima desa, bu butun yaxshiliklarni o'z ichiga olgan bir so'z yani. Va li kulli fi'lin mardi. Boshqalar rozi bo'lgan obdan ishlarni hammani o'z ichiga oldi. Yani Allah'ı razı kılgan, savab kolu keltirdigan, şunda yaxshi ish degan ma'vo manada. Yana disbaq al-birru husnul xuluq vel ismu ma haka fi sadrika ve karihta yattali alayhin nas. Ve qila kathura khawdul muslimina ve ahlil kitabi fi emril qibla mana. Manda mı tafsir qilindi deydi. Müslümanlar ahli kitobninki qibla to'g'ridagi g'alb paranglari bak av kitap, ko'p bo'lib ketib. Faqila ularga anda bunda değildi. Yani bunu bak artık parang sekretkenken bu meselede. Ularga leysel birrul azimulladhi yecib en tezhelu bi şe'nihi an sa'ri sunufil birri emrul qibla. Sizlar aşının ulanlan bulab ketib, uningdan boshqa bütün yaxshiliklarni unutib qoldigan. Manda yaxshilik bu qibla masalasi emas. Yani en muhim yaxshilik qibla masalasi emas. Yani siz qibla masalasi bilan birilib ketib, uningdan başka türlülük yaxshiliklarni unutib ketsangiz bo'lmaydi. Sizlarning g'aflat qilsangiz bo'lmaydi demak. Walakinnal birrallazi yajibul ihtimamu bihi birru man amana. Lekin siz ko'ngil bo'lishingiz kerak bo'lgan yaxshilik, ay munda iymon etgan manda qilgan odamning yaxshiligi, taqvodorligi shu muhimdir. Munda ishlarni qilgan, iymon etgan kishiningki yaxshiligiga ko'z tikishingiz kerak. Bütün diqqatingiz şunun bo'lishi kerak. Leysal birra bin nasb. Al birra degan so'zning mansub holat o'qidi deydi. Ala annahu xabaru laysa. Laysaning xabari ekan. Ismi qaysi desa an tuvallu degan. Xuddi laysa tawliyatukum al birra degan. Yani sizlarning o'zingizning u ham bu ham qarashinglar shu yaxshilik emas degan ma'noda. Wasmuhu an tuvallu. Hamza va Hafs. Hamda laysal birra deb Hamza bilan Hafs shunda nasb o'qidi deydi. Bizning qiroatimiz shuga laysal birra. Bizning qiroatimiz Hafs qiroati o'qishsa laysal birra deb o'qiymiz. Hamda Nafi bilan Shami degan to'p Sham qariylar Ibn Amir va boshqalar. Walakinnal birru deb o'qidi. Nafi bilan Shami. وعن المبرد لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت ولكن البر من قاري بولدغان بولسام قراءت bilan shug'ullanadigan bo'lsam valakinnal birra degan qiraatni tanlagan bo'lardim demoqchi. Bunda o'qigan bo'lardim. Demak, men nahvi nima tarafdan o'sha eng munosib deb qaralgan qiraat ma valakinnal birra degan qiraat shu demoqchi. Bu mubarrid degan cho'ng arab til olimi. Al-Kamil deb kitib bor. El-Kamil fil lugha. El-Mubarrid. Yoki el-Mubarrad desan bo'ldi. Xil qarash va mubarrid. Mubarrid degan xuddi sizlarning ko'nglingiga aromlik baxsh etadigan ham bo'ldi. Qat isib ketgan chaqda shunda sovuq bir shirin suvni ichsangiz yurakka arom bo'ldi-ku, yurakni so'yitadi. Mubarrad bo'lsa Alloh taolo uning yurakida shunda ko'nglida arom topqizgan degan ma'no. Shu ba'zi ismda shunda
etmalığı Musayyib degende. Muhammed ibn Yazid ibn Abdul Akbar al-Thamali al-Azdi Abul Abbas dedi. O Kamil degan kitobmu so'z kitob. Arab tilida turli tadqiqotlar var kitap. Bazad bu. Ve quri'a walakinnal barra. Manda qiraat walakinnal barra. Undaqken mush walakinnal barra degan qiraatga asosan zal birri deb tafsir qildik biz. Yani yaxshilikning egisi degan tafsir hozir shu to'g'ri chiqdi. Chunki al-bar degandan shu zal bar degan al-bar degan. Vel yawmil akhir. Yani insonlar o'lgandan keyin qayta tirildiradigan kun demoqchi. Yawmal ba'd. Yani Allah'a işengen ve kıyamet gününe işengen. Vel melaiketi vel kitab. Yani Allah Teala'nın kitaplarına demekçi. Kitap diyen müşahede kitap cinsiga. Ya ki el kitabı el ma'bud desek el Kur'an. İşkiliyiz kamlaşılığında. Eğer cinsil kitap desek Tevrat'a, İncil'a, Suhuf-i İbrahim'e ve Musa, Zabur. Bu kitaplarına işengen. Kur'an'a işengen. Yani Müslüman diyen şunda işimiz var mı gel? Andın el olsa Kur'an'a işengen. Şu çağdamda Yahudiler, Müslümanlar Kur'an'a işense şu çağda Müslüman buldu. Kur'an düşkenlikken. Ve nebiyyine yani peygamberlerine işengen. La nufarriqu beyne ahadin min rusule diyen esas. Birini koyup birini tenip bunlamaz. Ve atel mâle la hubbihi. Yana bu işini şilallam kanmay. Yana aşı amrak turuqluq malını sarf qilgan. Malını xajgan sarf qilgan. Jala hubbi deganda har xil tafsir bor. Ay hubbillah deydi. Amana billah deganda Allohning zikrotiga amana billah va atal mala la hubbihi. Allah ishongan. Yani Allah'ını söygenlikten Allah Teala'nın söygisi bo'lganlikdan bu şu söygi turtkisida pul sarf qilgan deydi. Yoki bundan desek bo'ldi. Hubbil mal yani hubbihi diyen ki damir nazır Allah'a kaytusak mı buldu? Ya ki mal kaytusak mı? Ve adel mâle la hubbihi yani hubbil mal aşı mal söygisi şunda kuşturuluk amrak olsun malga malını serp kıygan deydi. Ev hubbil ita ya ki hubbihi diyen ki serp kılış beriş ki kaytusak malını serp kılışka amraklıkından da çıkım kıygan. Yuridu an yu'tiyahu ve huve tayyibun nefs. Demek bu sarf qilishga amra holatda degan bo'lsa, ko'ngli to'liq rozi, ko'ngil rozilik bilan ichidan chiqarib, ko'nglidan chiqarib sarf qilgan degan bu. Bi'atahi. Demak, bergan chaqda to'liq ko'ngli rozilik bilan, qo'sqa armasdan bergan. Zawil qurba tuqqanlarga deydi. Va qaddamahum li'annahum ahaq. Endi bu tuqqanlar bizning pulma sarf qilishimizga, yaxshiligimizga eng haqli, loyiq bo'lgan ekan, davul qurboni boshda deyapti. Qala sallallohu alayhi vasallam sadaqatuka alal miskin sadaqatun va ala dhawi rahimika sadaqatun wasila. Yani sening bichara miskinga bergan sadaqalar hisoblandi. Lekin tuqqanlaringning ichidagi bicharaligi berganing ham sadaqa, ham sil-rahim bo'ldi. Buning o'zi qo'sh demakchi. Mukofot. Vel yatama biyada yatama yetimlar diyen sözden maksat nima? Aş urug' tuqqan yetim esirlarning ichidagi fakirlar edi. Tuqqanlar deb millionlar tuqqanga sadaqash yo'q. Yatama deb yetim bor ekan, lekin million pul qopdi bizda. Uningga bermaymiz. Yatama deganda aşı sadaqanga sarf qilishga loyiq bo'lgan yetimlar demoqchi. Kambag'al yetimlar. وإنما أطلق لعدم الإلباس أن مشم يعني ذوي القربى واليتامى dediğinse bir adam da derhal kişiler bundan aşının işilik namratlar deb tushundigan bo'lg'achqa uning ichiga bayilni tushunib qolmaydigan bo'lg'achqa yatama ذوي القربى deblar mutlaq da'vat deydi. Vel masakin yani miskinlar. El miskin degan ad-daim sukun ila nas. Kishilarga davomli ayda yetim oladigan yoki masalan kishilarga tayindigan, davomli kishilarga tayinib turadigan muhtoj demakchi. Uning hech narsa bo'lmagandan keyin kishilarga shunda yo'linib turmasa turolmaydigan kishi. Kal miskir lid-daim as-sukr yoki menda desam bo'ldi ekan. Miskin degan sakana degan so'zdan shunda sigat mubalag'a chiqarilgan. Davomli mas'ullik odamni miskir deymiz. Bu miskin degan davomli qayda başka yolunduğun. Ya ki men eskenahul fakr desek mi oldu? Namratlıkıdan ve kubanma asasında eğer yetip ketken adamlar. Miskinin yanında
Bizning yoshlarimiz uchun pul muomalami kishilardan talab qilmaydigan, faqat yuradigan insonlardan bir narsa yo'q. Shunaqa kishi miskin. Her xil tafsirli var. Bazı miskin fakirden tuvandaydı, bazı fakir miskinden tuvandaydı. Lekin belki ko'z tutilgan kishiga davomli muhtoj bo'lib turadigan kishi edi boshqalar. Azroq pul olsin muhtoj bo'ldi, to'liqlash uchun. Faqat yo'q olsin muhtoj bo'ldi. Amma safinatu fakanat limasakinat gayatni dal qilib bunun farqi vatda, kimisi vatda bo'ldi. Demak, binasi bor. Kishilarda miskinlarning anchun binasi bo'ldi deyiladi. Demek yani bu biçare kişilerdi bular. Yardımımızga muhtaç kişiler. Vebne sebil yana yolda kapkanan kişiler. Yutuğa ketenmey, ya menzilge baranmay yolda kapkanan kişiler. El musafirun munqata. Ve huve cinsun ve in kana mufradan lafzan. Yani bu lafzı mufrad olsun mu? Yolda kapkağıcı diyen olsun mu? Lekin bir adam yolda kapkağın şu türdeki kişilerin hemen içine aldığın boğaçka lafzı mufrad olsun mu? Mensu'un dedim. وَجُعَلَ اِبْنًا لِلسَّب۪يلِ لِمُلَازِمَتِهِ لَهُ. Nim için İbn-i Sebil değildi? Allah'ın balısı. Devamlık bille boğallıktan, çaplışıp tuğallıktan İbn-i Sebil, Ebu Hureyre, Ebu Fulan, Ebu Turab Peygamber'da nime kılış erettildi ba. Ebu Hureyre'ma devamlık şu bir aslanını bekip yügellikten Ebu Hureyre'de künye kılınğandı. Ondan Hazreti Ali topuda yatkanlıktan Ebu Turab da koyuyor Resulullah. Yani İbn-i Sebil'in için devamlık yolda mengiragenken menzilge bırakmayan ki İbn-i Sebil o. Ev huve dayf. Yani bazı bunu mihman, yani yoldan ötek gittiğatkan mihman diyen boş mümkün. Ya ki adetki mihman da bunu tafsir kılan boş mümkün. Ve sâilîne yana tilemçiler demek. Sâil adir bina soraydıgan tilaydı Allah. Yani aş pul mallarını yetim miskin biçara muşlağa tilemçiligi berdiğanlar. Ve fir rikabi yani bu pul mallarını aş pullarını azat kılışık serp kıldığanlar. Ve fi muavaneti el mukatebine hatta yefukku rikabahum. Fir rikab diyenine müşahedine mukatebler de tefsir kıyıyor. Mukateb diyenine bizden yanto. Hocayını olan mançilek pul tepirme men azat olay deb to'xtamlashgan pul. Demak bu to'xtamlashgan bo'lsa, bunun manch pul to'laydigan bir puli qoldi. Hanki a kishi qachida mushlarni azat qilsa, mushayat kishidir. Aw fi fakl usara yoki asirlarni azat qilishdir. Fakr riqab degan, fakr riqab degani dushmanning qo'liga tushib qolgan asirlarni azat qilishdir deb tafsir qildi. Hozir turmushlar buzmush Turmuğa şuna nahak, biguna kirip qağıllı olsa, belki çüp qilishi mümkün endi. Lekin shunda olimlardan bakrek ijtihod talab qiladigan bir masala. Kimlar sirishib qoladilar shunda? Albatta, ma oyatga tushunmasakmi, odatda unda sarf qilish yaxshi ish. Biguna bir zulmga uchragan kishini tuzib qo'yish uchun pul xarjlash yaxshi ish. Lekin ma raqab deganga dal tushunmadi. Shu odamga ma'lum miqdorda pul to'lash bilan ya'niqa. Unda aholini qutqizish uchun parvasimi, u parva gunohmaydi. Parva berib qutuldirilganga. Bu mu bir savobli ish. Lekin u asir emassin. Asir degil olmaydi. Yoki masalan qul degil olmaydi. O turmush qadamni qul degil olmaydi. Ammo zulm qilib turmush sonlab qolgan odam. Va aqamas-salata yana uning bilan namozni ravus o'qigan dedi. Bishat salat degan bishat maktuba. Chunki bu farz o'g'ini shu. Al alayya g'ayruha la illa an tatawwa degandan farz namozlarni joyida o'qigan va ata zakata farz zakatni joyida bergan. Demak, ilgirikisi nimaga? Bu tatawwu sadaqasi. Endi bu farz zakat. Qila huwa ta'kidun al-awwal. Endi ma'noda va ata zakat degan bu ilgirikisini ta'kidlash debdi. İlgirikisimi farz zakatda mavazir ta'kidladi debdi. Vaqil al-murad bil awwal nawafil as-sadaqat debdi. Demak, nawafil sadaqat degan shu kuchliq. Demak, alohida bir xil yaxshilik egisini sifatladi bu. Yani bu farz narsalardan bo'ldiq qolmaydigan, uningdan sirt, ya'ni pulni sarf qilib turadigan demakchi. Ma'yatning siyoqi shu bakrak shudir. Uning ustiga ham bu oldidagi turli kanallarmi shu zakatning masarifi shu. Zakat beriladigan joyi shu. Ehtimollik bor. Lekin ta'kid degandan bu ta'sis desak tahmujallik. Degan ma'no chiqarsak bu tahmujallik. Va mabara yaxshilik qilgan o'rinlar, xayr saxovat o'rinlari. Demak, ma'vo zakat masalasi
farz zakat. Oldidagisi xayr saxovat, yaxshilik, odatdagi o'zining tatavvu, nafla qilgan chiqimlari dedi. Allohu akbar Alloh. Vel mufuna men amanaga atf qilib yana ahdi bergan chaqda, va'da qilgan chaqda, to'xtamlashgan chaqda shu va'dasida to'xtamida turdiganlar deydi. Iza ahadu Allohga ahd bersin, kishilarga ahd bersin, shu ahdida turdiganlar. Was sabrina va sabr qiluvchilar deydi. Bu nima uchun was sabiruna ummay sabrina bo'ldi? Chunki oldidagi mufun deb marfu holatga kelgan, endi mansub holatga kelib qoldimi deydi. Was sabirin degan o'sha nasbun alal madh val ixtisos. Bu yerda madilash yoki bo'labmi mushuni bakrak mushin demakchi deb ixtisosni bildirdi deydi. Xuddi masalan, yaxshilik egisi degan Alloh iymon keltirgan, manda chiqim qilgan, namozni ado qilgan, zakatni bergan, ahd tutgan, bo'labmi hammadan bakrak taqa mushunda sabr qilgan. Yani sabrninki mertebesinin alayda ekanligini gösterdi. İzharan li fadl sabr fi şadaid ve mevatin al-qital ala sa'ir al-a'mal. Jangahlarda, urush maydonlarida sabr qilish bu boshqa pul xayzlash, namozga, zakat berish ig'rik kelgancha sabr qilgandan bakrak buning fazilati yuqori, jihatning fazilati yuqori demakchi. Bu yerda vas sabirin deganda bir taqdir var. Ma'nosi nima? Akhussus sabirina aw amdahus sabirina. Arab tilida shunda nima bor? Bunun boshqa oyatlarda bor, bunda kelgan ahvol bor. Shunga ma ajamdan bilsa, arabdan bilsa deb shu o'z vaqtida hijriy 200-yillarda arablama fath qilib boshqa yerdagi millat musulmon bo'lgan chaqda birisi deb chiqgan. Bu arab tilining qoidasidan expert turib bilan baka mana marfu'ni g'achchida mansub boshqa bir gapni kelib qo'ydi. Tadbiqanki bu arab olim unda emas. Bu yerda unda uslub bor unda. O'qimaysa javob berdi. Amaliyotda unda arab tilining uslubini o'qimaydigan odam qarablan bu baka unda kelib qo'ydi ekan. deb bir arab til mutaxassis bir doktor shunday so'zlab berdi. Bir ingliz qiz olgan, men arab tili o'rgatganda Amerika latinida arab tili o'rgatgan. O'rgatsa u qiz ol deb deganki, bu arab tili bir qoidasi ekan. Bizdan da jami muzakkar salim der ekanmiz, muslim desa muslimon, muhammad desa muhammadun deb chiqar ekan. An turib bilan rajul desa rajulun deb rijal deb bunda qoida buzib ketdi ekan. Bu cevap verdinki bu bizden tilda emas, hamma tilda bor. Arab tilda emas, ingliz tilda shunda. Mesela man desa man deysizlar. Ama child desa child demay children deysizlar. Bu anda simailer var, andın qiyasiler var. Hamma tilda shunda ahvol bor desam deb qoida bo'lgan dedi. Arab tilining bu xususiyati. Bunda turib bilan alohida bir narsa kelib qolsa, g'achchida uni boshqacha bir nima qilib qo'ydilar, tushuntirib qo'ydi. Fil ba'sa bu degan odatda qattiqchilik, faqirlik, egri kunlar degan gap. Va darra degan, darar degan ya kambag'allik yoki faqirlik bo'lishi mumkin. Zamana degan bu shu kasallik, ojizlik. Va hinal ba's yana jang soatlarda ulaikallazina sadaqu. Ana shular rasul bo'lganlardir. Ay ahli hadis sifa humulladina sadaqu fid din. Yani dinda rahçıl olab özünün aşı diyen sözü bilen ameliyatı o'xshash chiqqanlar doğru. Dinda, iymanda, yaxshilikni talab qilishda, islomiyat uchun turishda qanday divasa bo'ldi. Va ulaika humul muttaqun. Yana shular Allohning azobidan o'zini saqlab qolgan, dalda qilganlar doğru deymiz. Muttaqun degan shu. Taqoyil. Allohning azobidan saqlanuvchilar. Taqvodorlar desak bo'ldi. Taqvodorlar degan nima desa, shu Allohning azobidan o'zi dalda qilib saqlanganlar deymiz. Ruya annahu kan bayna hayyayn min ahya'il arab diba'un fil jahiliya. Jahiliyatda ikki qabila orasida qon qisas da'volar bor ekan-da. Buningda bizda o'tiradigan, buningda bizda o'tiradigan. Va kana li ahadima tawlun al-akhar. Birisiga nisbatan fazilatliroq ekan, afzalroq ekan. Tawl degan fadl degan bo'ldi. Demek aslında birisinin özellikinde bu kabile. Sonra degende bula qasam qildi. Lanaqtulannal hurra minkum bil abd. Özel kabile qasam qilib, sizlar bizning bir qulimizni o'tirasanlar, sizning bir hur adamingni o'tirtimiz. Bizning qulimiz sizning hur adamingni tang degan. Va zakar bil unsa. Bir ayol adamimizni o'tirasangiz, sizning bir
adam onu ötürmez. Vel isnayn bil wahid. Birini ötürsen ikkini ötürmez. Dep onda qasam qilgan ekan bular. Fatahakamu ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina jaa Allah bil Islam. Şolan bular şunda mintidamda bunun turmuş şunda ötepdi. Ötep mağan ekan Rasulullah Medine kelib, İslamiyatdan Rasulullah Medine kelib nima qilgan chaqda unda birisining adamini ötürayotgan ahvol bular. Şunda şu bo'yicha o'tiribdi, qissa saltiq degan chaqda bu jidallashib, davolashib Rasulullahning oldiga kelgan chaqda oyat tushgan. Bani Nazir bilan Qurayza bular. Shu chaqda musha oyat tushgan. Ya ayyuhallazina kutiba alaykumul qisasu fil qatla. İman etqanlar, sizlarga o'ltirilgan kishilar masalasida qisas ilish farz qilindi dedi. Demak, ba'zi bir shar'iy ahkomlarni, qisas ahkomlarini bayon qilyapti oyat. Wa huwa ibaratun anil musawa. Qisas degan nima desa, barobarlikni bildirdi. Qisas degan tang-tang, o'xshash, barobar degan ma'noda. Wa asluhu min qassa atharahu wa qassahu idha ittaba'u. Qisas degan na'dan kelgansa, izini besmangda, iz qo'g'ildi degandek ma'noda. Wa qalat li ukhtihi qussi, ha? Aqdim man degan bo'ldi. Wa qassahu degan uning agashdi degan bo'ldi. Wa minhu al-qas li'annahu yattabi'u al-athara wal akhbar. Ani qas degan madda hikoyasidan bo'lgan, buni qas deymiz. Qassasun yoki hikoyasidan maddahlar. Chunki bu xabarlarni aqldan agishib yuradigan bo'lg'achqa shunda deyilgan. Fil qatla o'laklarda. Qatla degan jama qatil. Wal ma'na furida alaykum i'tibarul mumathalati wal musawati baynal qatla. Ya'ni o'laklarning o'ttirda sizlar tang barobarlikni e'tiborga olishinglar farz qilindi demoqchi deydi. El-hurr bil-hurr. Hur kishi bilan o'ltirildi. El-hurr bil-hurr degan mubtada va xabar. El-hurr ma'khudun aw maqtulun bil-hurr. Ya'ni hur kishini o'ltaganlik sababidan o'ltirildi demoqchi. Vel-abdu bil-abd. Kul bilan, kishi bilan. Va qala Shafi'i rahimahulloh. Hamda bu yerda fiqhi talashtirishga sabab bo'lgan oyat o'qishga Shafi'i rahmatullohi alayhining qarashini bayon qilyapti. La yuqtalul hurr bil-abd li hada an-nas. Mush oyatga asosan bir hur odam bir qulni o'ltirsa qisas olmaydi undan. To'lamanida to'g'ri, lekin qisasdan o'ltirilmaydi. Chunki oyatda hur odam faqat hur odamni o'ltirsam sen qildi degandek bir ma'no chiqdi deydi. Va indana bizning qarshimizcha yajril qisas baynal hurri wal abd. Endi bu umumiy bir gap. Ya'ni hur bilan qulni o'ltirib qisas var. Masalan, hur odam bir qulni o'ltirsa, uni qisas olamiz deb qalsak, hurni qulning o'rnida o'tirmas. Lekin Hanafiy mazhabda bunday o'zining qulni o'tirsa qisas kelmaydi. Boshqalarning qulni o'tirib qolsa bir odam qisas qildi. Ya'ni Hanafiy mazhab mutlaq emas. Lekin Zahiri mazhabda mutlaq. O'zining qulni o'tirsami qisas qildi. Nafs bin nafs bo'lgan ekan. Bu ham jinoyat babida mashhur masala bor. Demak, mana va indana yajri qisas baynal hurr wal abd degan bunda umumiyroq degan so'z. Ya'ni o'zining qulni o'tirsa qisas kelmaydi deydi mazhab. Boshqalarning qulni o'tirsa qisas qildi. Liqawlihi ta'ala annan-nafs bin-nafs. Bu sura Maidaning 45-oyati. Va katabna alayhim annan-nafs bin-nafs. Bundan keyin sharaman qablana ma'lam yarid nasikun lahu degan qoidaga asosan bu va katabna alayhim fiha annan-nafs bin-nafs. Yahud nasaralarga, Yahudilarga Tavratda bunda deb yozdik, farz qildik dedi. Demak, buni amaldan qoldirgan bir dalil bo'lmasa shu hisob bizga. Kama bayna zakar vel unsa. Xuddi erkak bilan kishi bir-birini o'ttirsa qisas ilinganga o'xshash. Shunami? Yani miyada bir e'tiroz bildiryaptilardir Shafi'larga. Endi vel unsa bil unsa dedi shunami? Yani ayol kishi faqat ayol kishi, yani kishini o'ttirsa, endi bu o'ltirildi. Lekin ve zakar bil unsa demidi mana. Lekin demisimi siz er kishi ayol kishini o'ttirsa qisas qil deysiz-ku. Demak, bu yer mafhum muxolifani ilish tazmin emas demoqchi. Adir Shafi'ning tayinig'ini mafhum muxolifi dalil xitob. Yani al-hur yuqtalu bil-hurr dedi. Hurni o'ttas qisas qildi dedi. Endi qulni o'ttas qisas kelmaydi degan gap buning ta'tirg'i. Shafi shuning ta'tirini debdi. Imom Nasafiy hozir shuliga deb beryapti. Unda kishi ayol kishini o'ttiras qisas qildi deysiz-ku. Oyatda al-unsa bil-unsa dedi. Agar mafhum muxolifi bo'yicha bo'lsa, bu er kishi ayol kishini o'ttiras qisas kelmaslik kerak deydi. Sizningcha bo'lsa deydi. Ve bi qavlihi sallallahu aleyhi ve sellem el-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Müslümanlarning qonlari tang barobar keladi, o'zaro tang keladi. Bu yani qo'l, hur hammasi o'xshash.
Yani hadiste ennasu tevasiye ke esnanil müşt. Ama مش ما hadiste el muslimun tetekafa'u dima'uhum ve yes'a bi zimmetihim adnahum ve hum yedun ala men sivahum. Demek bunun kan cihetten okşaş kıldığı delil. Kema beyne zeker vel unsa ve bi kavli sallallahu el muslimun tetekafa'u dima'uhum ve bi enne tafadula gayru mu'tabarın fil enfus. Yani bizden delilimiz şu ki deydi, bu can yoki bu kan meselesinde o artıqlash hesaplanmaydi. Bizde artıq deydigan gap yo'q. Can mı can. Bas. Onun mesela birisi bak kirib öley deb qolgan odamkan, birisi bak qavul bunda odamkan. U uni o'tirmasa qisas keliyordu. Mavamda öley deb qolgan odamda buni o'tirmasa qavul odamdan qisas olmaymiz deydigan yo'q. Ya kichik bola cho'ng odam unda deydigan yo'q. Şunama bir nefs şu. Mesela çoğun bir adam, 40 yaşlı adam, 6 yaşlı bir bana ötürmesi kısas geliyordu. Nefs. Lakin tafadul desek, anadın artık değil. Bundan bir yerde imi yok dedi. Bidalil enne cemaaten lav qatalu vahidan qutilu bihi. Nefs deganda o artık kimligini demayman. Mesela 10 adam birleşip bir insanı öldürüp qalsa, başının qisası 10 ilisi öldürüldü dedi. Hayır 10 adam bir adamda artık mı artık emasmı? Bundan ki bu bir hür puldan artık olsun ötürebiliriz. Nefs, can. Ve bi enne taksisel hukmi bi nev'in la yenfihi min nev'in akhar. Yani adır delil hitap demekçi. Adır el-hur yuqtalu bil-hur dedi. Ama el yuqtalu bil-abd bunun gepini qilmadi. Yani bu yuqtalu bil-hur deb lan bir xilga xas qilib qo'ydi. Bunda esa el-hurru hal yuqtalu bil-abd degan gapga qarata hech qanday gap qilmadi bu. Hurni o'tgan taqdiri qisas bor deganni bildirdi. Lekin hur qulni o'tgan taqdir qisas bormi yo'qmi bunun gapini qilmadi. Amma delil hitap qilsak, mafhum muxolif qilsak, o'sha qisas kelmaydi degan gap chiqadi. Tamam? Bu yerda Şafiylar buni ta'kid deb turganlar. Hurni qisas ilish uchun cho'qim bir hur o'lgan bo'lish kerak. Qulni bir quldan bo'lish kerak. Shu taqsis hozir. Bunda xas qilib, buning ta'tirchi hurni o'tdas qisas bor. Hur ama qulni o'tdaschi qisas yo'q degan bo'ldi. Hur faqat hur bilan o'tirildi dedi. Qullar o'tirilmaydi degan gap chiqdi dedi, ta'tirni qilsa. Undan keyin bu taqsis qilgan bilan hur bilan o'tirildi degan, hur qullar o'tirildi degan gapni faqat munosabatsiz bo'ldi. Bu boshqa gap, ma ikkinchi gap qarta hech qanday bir narsa bayon qilmagan bo'ldi dedi. Bal yaqal hukm fihi mawqufan ala wurud dalilin akhar. Boshqa bir dalilga qaraymiz. Boshqa bir dalil kelsa andin al yuqtal hurr bil abd degan javob chiqdi dedi. Vaqad warada dedi. Ya bosh dalil keldimi? Keldi. U bo'z qaysa? Yani vakitna alayhim fiha nefs bin nefs keldi dedi. Femen ufiya lahu min akhihi şey'un fattiba'un bil ma'ruf ve ada'un ilayhi bi ihsan. Endi kimki uningga bir narsa kechirutilsa, qirindishidan, u chiroyliqcha aqldan agishmanso ma'qulni berganda, umi chiroyliqcha asla deb bason dedi. Demak, qisas olmaydigan bo'lar, to'lam oldigan taqdirda chiroyliqcha bason, chiroyliqcha ason emas. Qalu al-afu diddul uquba. Endi bu yerda Şafiylarga bo'lishi mumkin. Çünkü bu yerda Şafiylar Nabiy Hazretlarining tushunchasi o'xshamaydi bu oyatga nisbatan. Yoki tafsir olimlari degan bo'lishi mumkin, qalu degan. İki ehtimol bor. Hozir ham qalu degan so'z mishada Şafiy mazhabidagi degan deyishi mumkin. Tafsir shunaslar degan bo'lishi mumkin. Lekin Şafiy mazhabidagi degan shu bakrak nima? Bundan da al-afu diddul uquba. Faman ufiya degan af degan so'zda hozir bu. Af degan so'z nimani bildirdi? Bu cezalama afu qilib o'tishimiz Uyg'urchada. Kechirib o'tish degan ma'noni bildirdi debdi. Yuqalu afawtu an fulan idza safahta anhu wa aradta an tu'aqibahu. Demak, men kechirib o'tib jazolama qo'yib qo'ysang afawtu an fulan desa deydi. Wa huwa yu'adda bi'an ila al-jani wa al-jinaya. Jinoyatchi va jinoyatga qarta chetlib uni maf'ulun bi qilib ta'ddi qilgan taqdirda an bilan keldi deydi. Masalan, summa afawna ankum va ya'f an sayyi'at afallohu anka afallohu amma salaf degandek. Va idza ijtama'a endi jani bilan jinoyat ikkisi tang jamlab qolsa bir jumlada birinchisiga lam bilan mutaddi bo'ldiki, masalan, afawtu lahu an zambi, ikkinchisidan anudan. Ve minhul hadis afawtu lakum an sadaqatil khayli var raqiq. Sizlarga at ve pulning zakatidan kechirvatdim, afu qilvatdim degandek. Demak, bu yerda afu qilvatish degan ma'no keldi deydi. Va qala Zajjaj bu mush lug'at tafsir olimlaridan man ufiya lahu ay man turika lahu al-qatl bid-diya. Ufiya lahu degan o'tirashning o'rniga to'lam
talab qilingan kishiga debdi. O'tirishni tashlab qo'yib, to'lam talab qilgan kishiga deydi. Va qala al-Azari bu lug'atshunos, al-affu fil lugha al-fadl. Affu degan bu bir ortiq narsani deymiz deydi lug'atda. Yani kechiritish deganmi yaqinlashib qoldi. Shu fazilat ortiqchanda nima qilgan chaqda kechiritimiz-ku. Va minhu yas'alunaka ma'za yunfiqun qul al-aff. Yani ortiq ajitingdan ortiqni xajla demakchi. Yuqalu afawtu li fulanin bimali idza afdaltu lahu. Falanga mal mulkimdan chiqi berdim desa, endi tafaddul qilganlikni bildirar ekan. Va a'taytuhu va afawtu lahu amma li alayhi idza taraktuhu. Mening uning bo'yindagi pulimni kechirib sen qo'yatdim, bo'ldi qilib degan bo'ldi ekan. Endi jumhurning qarashida mush oyat nimani bildirdi? Ma'nosini bo'ldi mush oyatning. Faman ufiya lahu min jihati akhihi shay'un min al-afw. Kimiki qarindish tarafidan ashunda bir azroq bir narsa afu qilingan bo'lsa dedi. Men degan azroq qotil. Qotilga qarindish tarafidan bir narsa afu qilindi. Ya'ni o'ttirayotgan odamning varislari mush qotilga nima qildi? Qissasini afu qildi. Ala annal fi'la musnadun ila al-masdar. Bu ufiya degan hozir min akhihi shay deganda kama fi sira bizaydin ba'd as-sayr. Yani shay'un min al-'afw degan ma'noda hozir na'i fa'il degan nima bo'ldi desa shay'un min al-'afw degan. Shu musnad ila al-masdar demakchi af. Wal akh waliyul maqtul. Min akhihi deganda akh degan so'zdan maqsad kim desa qotilning egisi. O'ltirilgan kishiningki qisas talab qiluvchi deyiladi. Qisas talab qiluvchi degan bo'lgan. Va zikra bilafzil ukhuwa ba'athallahu ala al-atf. Amnichi akhi desa bu insoniy yoki diniy qarindoshlikni esiga sab qo'yib, bundan bir afu qilib o'tishga taxamol. Undash jihatdan shunda qarindishi dedi. Jinsiya va islom deb insonchilikda, musulmondachilikda bu qarindoshlik bo'g'achqa. Tamam degandiki, man degan kimsa qotil shu deydi. Shu bir narsa afu qilingan kishi shu. Yani qilmishi afu qilinib ketgan dedi. Va turikal maf'ul akhar istighna'an anhu. Endi yana bir maf'ulni gapini qilmadi bu yerda dedi. Uni deyish hajatsiz bo'lg'achqa. Yana bir maf'ul qasidda faman ufiya lahu min akhi shay'un faman ufiya lahu an jinayatihi degan. Ya demak jinoyat degan so'z o'shada ikkinchi bir maf'ul tashlab ketgani uchun uni deyish hajatsiz bu yerda. Va qila uqima lahu maqama anhu. Lahu degan anhuning o'rnida kelganmi deyilibdi. Tamam, ufiya anhu degan ma'noda demak. Va damir fi lahu va akhihi liman. Hamda faman ufiya lahu deganda va akhihi deganda chiqqan damir kim qaytadi? Men deganga qaytadi. Hozir buning ma'nosini bo'ldi. Ay qotilga o'zining qarindishi. Bu qotilning qarindishi kim? Hozir matafsiga asosan qotilning qarindishi o'tdagi odamning egisi. Hali qarindosh deb ma'no bir chaqirtgan deganda undash nimasi bo'ladi. Demak, qotilga qarindishidan bir narsa afu qilinsa degani qotilga o'lguchining varisi qisas talab qiluvchi afu qilaversa degan bu. Ma bir tafsir ham. Ya o'lguchining qarindishi desang to'g'rimi? Ha, tamam. Shu qisas talab qiluvchi ham. Va fi ilayhi degandiki damir lil akh deydi. Va daun ilayhi deganda hamishada shu o'lguchininki tuqqani degan bo'ldi. Akh degan shu. Demak, shu o'lguchining tuqqaniga sen chiroyli topshirsa demakchi. Aw lil mutba' addal alay yoki fattiba'un degandiki agishish kerak deganda nima bo'ldi? Agashkuchining borligini bildirdi-ku. Tiba degan shu mutba' va mutba'ni bildirdi bu so'z. Davon keyin shu agashkuchini. Ma'va fattiba'un bil ma'ruf degan bu so'z kim qartilgan shu valilarga, ya'ni o'lguchininki valilar qartilgan so'zmi? Fattiba'un degani o'lguchining valisiga qartilgan, ya'ni uning majburiyatini chiroyli talab qilib oqirchil bo'lsa deydi. Bunu sinema öttürme deb turulmay. Yo'q, bu qisas bu qilib o'tib bo'ldi hozir. Qisas olmaymiz biz, to'lam alla debdi. Deganiga bu chaqda qildigan ish nima desa, bu chiroyli suylaydigan gap. Da bir muddat o'tkazib deb, undayliqa qilib basil o'tdi deb. Tilmaydi, haqoratma urushmaydi. Mening jumlasimda pulni deb bo'lib Anam ya kızım yana pulni bo'lgandan keyin qatil deb tullab munda qilma. Ya shu pulni oldigan chaqdan da chiroyli suylash demak.
ittiba'un bil ma'ruf. Chiroyli so'raydi bu. Agar pulga kirishgan to'qamasa, pulni bir berasizlar. deb so'raydigan gap. Endi buni majburiyati nima? Qatilni ada'un ilayhi bi ihsan. Chiroyli amal asla. Pul kelimi deb chiroyli birdan gap. Masalan, aql qilib, keyin pulni ragin olmaganlar, keyin qisasini yana keltirsa, qisas olamiz deb turgan. Ya şu ayetin ahirida oyog'idan o'zida faman i'tada ba'da zalika. Ayında qilib, endi i'tida qilsa deganda shu qissasini olmaymiz deb qilib, keyin ondan molni olamiz deb qilib, keyin ondan o'tdasa degan bu. I'tida qilsa ishchata. Pulni ragin olmaganlar deb turgan. Ya o'char bagini unmagan chaqda o'char degan sud bormismi? Qazo qonunida shunga bekitilgan adam. Chiroyli ba'sar bo'lmasmi? Ha. والضمير في له وأخيه لمن وفي إليه للأخ أو للمتبدل عليه فاتباع أما يعني قصاصنا برقدم كشرت بوسا سان كشرت مال ألماس ديانين كي قصاص قايتم ويلو فاتباع بوجان خندا قلدا آخر شرولدان جابامنا سيدان جاب لأن المعنى فليتبع الطالب القاتل بالمعروف ديت طلب قيران كشيء قاتلنا شايلق شكل ده سيدان بأن يطالبه مطالبة جميلة ويؤدي إليه المطلوب أي القاتل بدل الدم أداء بإحسان شايلق أداء قلدا بأن لا يمطله ولا يبخسه يعني برالي دغم turulğu yokta hazır pul tapamadım dep duramay keçiktirmesden ve onu kem kılıp vermesden majbur tutuvalayı bu da qilmasdan to'liq chiroyli ado qiladi vaqtida va inma qila shay'un min al-af endi uchun shay'un min al-af tan ofiyadi bu shay'un min al-af unda dedi yani azg'ini bir narsa apu qilingan taqdirda desa buning ma'nosi liya'lama annahu idha ufiya an ba'd ad-dam qonning bir qismidan apu qilinib ketib qolsa kichikgina bir qismidanmi bu chog'da qisas yo'qildi deydi uning o'rniga to'lam keldi yani qisas olmansa ololmaydi masalan bashmiras xoninki dadasini o'tiribdi aksini anki u bashadan birilan men o'zimning hasanni apu qilayotdim qisas olmayman to'lam olaman deb qolsa to'rtalamni qisas ololmaydi degan bir jon degan u parchalanmaydi u 5dan biri ozod bo'ldi ammo 4dan birini o'tiraylar qisas ol degan olmaydi u 4dan birini o'tasa 5dan birining o'lib ketadi degan shu shay'un degan bir qismi bir ulushi apu qilinib ketsa-mu u chaqda bo'ldi degan yoki ata anhu ba'dul warata endi ma'vo varislarning ba'zi degan hozir biz deganimiz shu endi ba'diddam degani masalan maqtulninki yo qisas talab qilgan kishi men buni yerimini apu qilyaptim yo 3dan birini apu qilyaptim desimi bo'ldi qisas tushib ketdi deydi tammal afu va saqatal qisas va man fassara ufiya bi turka ja'ala shay'un maf'ulan bihi mesela ufiya deganni turika deb tafsir qilgan bo'lsa shay'un degani maf'ulun bihi bo'ldi nayfalulanma nayfal bo'ldi va kaza man fassarahu bi u'tiya ufiya deganni u'tiya deb tafsir qilsa shunday deydi ya'ni annal wali idza utiya lahu shay'un min mal akhihi ya'ni al-qatil bi tariq sulh falyakhudhu bi ma'ruf demak shu azg'ini bir to'lam ba'si ma'qul deb olgan bo'lsa bir qismini bo'ldi qisas tushib ketdi haqni shayliq elish kerak degan bo'ldi min g'ayri ta'nifin wal yu'addi al-qatil ilayhi bila tasfif chiqdan sovg'at ko'tarib pasimi aslan tugaydi demak so'zlashib qolsa bo'ldimdi u chiroyli talab qiladi u chiroyli kechiktirmasdan ado qiladi ta'nif degan qo'pollik qilmasdan tasvir degani so'ramlik qilmasdan hamda ittiba'un degan marfu olib ketdi deysiz nima sababdan bu yerda xabar mubtada mudmar bu mubtada batda bu hozir maxfiy mubtadaniki xabari deydi ya'ni bu yerda fal vajibu ittiba'un deganda bu nurg'un oyatda shunda kelgan fattiba'un fa'din kellam shunda fal vajib degan mishada muqaddar bor fafidyatun min siyamin fa alayhi fidya famastaysara min al-hadi فواجب عليه ما استيسر يعني ذلك الحكم المذكور من العفو واخذ الدية قصاصنا افو قلتب تلم ليش مشو تخفيف من ربكم ورحمه Parvardigarınızdan sizlarga bergan yengillitish va rahim shafqatdor deydi qatl biz umum musulmonlarga min robbikum deydi mana hozir bizga qarab o'tadi nima uchun qanday tafsir fa kana fi tawra al qatlaga tavratda edan qasd o'tirishdan bo'ladi u to'lamalish yo'q ashda o'ttamay shar yo'q ekan injilda cho to'lam olmaysa qisas olmaysa shu afu qilsa onun kendi bir kaç saat solen kendi tutar geldik. Yani o tulamazsan sonun faziletin oldu. Kısa salamansan takım bulsan o. Nasara. Fazilet konmaysa. Ve biz onda mı kat emas, manda bir idealleşip onda bir ümmetin emas. Orta ve ya da anhum ısrahum vel aglal allati kanat alayhim.
Ve ubiha lanal qisas vel afwu. Amana bizga mana ikki ixtiyorlik berildi. Manda desang bundan, manda desang bundan kengchilik. Ve akhdil mal bi tariqi sulh. Yani taqa sulilishib razolab nima qilishim bor. Masalan, qisas desak o'tirashni ama. Endi qisas olmayman, pul olayya deb qalsak diyet olmas. Hem diyetga yuztiga yoki 4 kilo 250 gram oltin. Yani buni berenmaydiganroq ahvol bunda bo'lib qolsa bu odam yoki hemen 2 kilo altını pulda razı bulup ketaydi. Bu sülleşi buldu demek. Bu 3-nji ihtiyarlık. Ya ki diyetten çıkırak. Mesela 100 tüge ya 4 kilo çarek altınken. Bu ben ya kısas almada çın turvasa bu kartılının mısa biz sizge 10 kilo altın birle kısas tarafıma razı bulup ketsanlarsın. Haklısın öyle. Tavsiyaten ve tesiraman. Kengçilik oğallık cihetten. Kolaylaştırganlık cihetten Allah Teala muşunda yengiltip berdi. Vel ayet tedullu ala enne sahibel kebira mu'minun lil vasfi bil iman. Yani mava bayatın gevki çetişler. Bu çoğun günahını kıya adam mu'min yani. Emelini şart desek bu çağda kafir degende gep çıkıp kaldığın ehval. Ya ki ma mu'tezileye karta reddiye desek kıldım. Mu'tezilin degen sahibel kebira fi menzile beynel menzileteyn. Ama mu'min olmaz, kafir olmaz. Dozaktan cennete oturur bir arlıkta deb turvaga. Degan bu ayetga asosan buni mu'min deymiz yana buni. Yani kebirani qilish bilan bu kafir bo'lib ketmaydi yoki fi manzila baynal manzilatin bulaqolmaydi. Lil vasfi bil iman mana. O'tirib bo'lgandan keyin bu iymon bilan sifatli deydi. Min akhihi dedi-ku. İmam bilan sifatli shuningmi yo boshqadimi? Ya yuhallazina amanu kitobdan. Belki shuningmi bo'lishi mumkin. Yana Hujuratda bor-ku. Va in taifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bayna akhawaykum. Demak, bir-birlar urushdi bular. Urushda orasida bir-birini tirtigan ishlar bor. Shunda turliq yani bu islomning qarindishlardan minal mu'minina deb sifatladi. Undan keyin bu sahobalar o'zaro anda urushib qolgan-ku. Sahobalar Sifinda, Mavqatul Jamalda yoki anda urushyapsimi, yani mu'minlar bular. Kafir bo'lib ketmadi unda. Undan keyin bu kabira bo'lsa-mi Mesela, eden ötereş bolsumu iman buldu. Qasam bo'lma. Şu qasam buldu bu. Küfür diyen sözler mesela la terci'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum bi niqab ba'd. Ondan keyin bir-birlar urushganni lekin kafir demaymiz. Aslan hadisning lafziga asosan kafir desa bo'ldi. Sibabul muslim fusuq va qitalu kufr. Shunami? Bunda urushgan sahabalarimiz kafirdan do. Demak kufr degan so'z bu yerda sal to'xtalibroq. Kafir dedi, kafir desek o'chadi sahabaning kafiri. Shuna Allohdillazi bayna va baynahum tark salat degan hadisda shunday raqamda bir g'alib kelib chiqadi. Va li baqa al ukhuwa as-sabita bil iman mana. Min akhihi dedi-ku, qarindishi degan, mu'min qarindishi degan bo'ldi. Undan keyin yani mu'min deganlik bu dedi. Va istihqaq at-takfif va rahma, yani mu'min degan min robbikum Allah Taala mushunga yengillatib berdi. Bu mu'min bo'lg'achqa yengillatib nufpagan gap. Agar u mu'minlikdan chiqib qolsa, tagliz bo'lib ketadi. Faman ya'tada ba'da dalik, yani oshuningdan keyin yani qisasni apu qilib to'lam olay, pul olay deb rozi bo'lib bo'lgandan keyin tajavuz qilib qolsa, fatajavuz ma shura'alahum min qatl g'ayril qatil. Demak, bu yerda tajavuz qilsa deganni har xil deyish mumkin. Qatilni o'ttamay, boshqa urug' tuqqanlarni o'tasa. Mesela ularning oilasidan birisi, mana oilani birini o'tirayotgan bo'lsa, qatilni o'zini o'ttamay, bu mana u oilaning qasi bolasi bo'lsa, bizni o'tirayotgan bo'lsa, a'tida oldu. Yoki al-qatlu ba'da aghdiyya. Qo'yma to'lam pul olay bo'ldi, qisas ammay deb bo'lib, yoki to'lamni bo'lib andin pulni bir olay oldilar, to'xtab turanglar. Shunday bo'lgancha andin o'tirimiz taqibuna deb manda qilsa bu i'tida oldu. Falahu azabun alim, naw' min al-azab shadid al-alam fil akhirah. Qattiq alamlik azab bordir deydi. Va lakum fil qisas haya. Sizlarga yana qisasda hayot bordir deydi. Kalamun fasihun lima fihi min al-gharaba. Bu darhallik anda dastlab shunda bir qarashda bu g'alatiroq tuyuladigan so'z bo'lgan intan fasahatlik deydi. Nima uchunsa idil qisasu qatlun. Qisas degan bu o'tirish, hayotni yo'qotib o'tish degan bo'ldi. Vaqat jo'ala zarfan lil haya. Yani bu qisas hayotning o'rni qilib qo'yildi. Bu qisasning ichida hayot bor ekan. Hayot bu qisasning ichidagi qachlangan ekan. Bu qanday gap endi? O'tdasan hayot qiladigan degandek bir gap endi.
Demek hatta öttergenin yazı kısasına alan yazı çıkarlısını çıkıp öttermeydiğin oldu. Hayatı saklanıp kaldı. Hazır bunun tarifindeydi. Ve fi tarifil kısas ve tenkiril haya. El kısas dedi. Hayatını nekira geldi. Belagatun beyine bunun. Enik bir belagatı. Liannel mana ve lekum fi hadal cins minel hükmüllezi vel kısas hayatın azime. El kısas dedi cinsil kısas demek. Muşunda türlük. İslam belirlegen muşunda türlük kısasta katta çoğun hayat var demek. Nima uchun? Men'i amma kanu alayhi min qatl al-jama'a bi wahid matattadaru. Çünkü mush qisas hukmini ijro qilsanlar, ha jahiliyatdagidek bir odamni o'tirib qo'yib, nechini o'tiradigan unda ahvol to'sildi. Fakan qisa hayatan va ayyu hayat. Undavankin bu qisas degan aslida hayotlikdan iborat bo'ldi. Hayotlik qulam ajoyib hayotlik bo'ldi deydi. Aw naw' min al-haya va hiya al-hayatul hasila billatidan yoki hayotning ma'lum bir turi bor degan bo'ldi. Bu qanday turasa o'tirashdan bo'ldi qilish orqali paydo bo'lgan bir xil hayot bor deydi. Men o'tasam mendan qisas ilindi deb bilganligim uchun men g'it qisma deydi. Tushunami? Demak bu ham qotil uchun bir hayot qoldi. Li'annahu idha hamma bil qatl, chunki o'tiray deb ko'ngli fikkan chaqda qisasni shunda bir o'ylasa g'it qisidi deydi. Unda o'nkin qanday oldi? Shu odam o'ltirishdan qutulib qoladi. Va huwa min al-qawat. Amma qotilmi qisasdan saqlanib qoldi. Qavat deganmi qisas. Chunki qisasga haydab mangan chaqda qanday qildi? Oldiga silib haydab mangdi. Qada yaqu degan shu. Jinoyatchini oldiga silib o'lim maydoniga haydab mangizga qavat degan shu. Fakana shar'ul qisas sababi hayoti nafsayn. Demak qisasni ijro qilish, qisas hukmini belgilash hozir yo'l qo'yash ikki jonning hayotini saqlab qolgan bo'ldi. Ya ulul albab, ya zabil uqul. Aql egalari, la'allakum tattaqun. Qisasdan ansirab adam o'tirishdan saqlangaysizlar yoki hamda Allohning azobidan saqlanib qolasizlar. Shuning uchun hayot bor deydi. Ya'ni buning maqsad sizlarning bunda azobga, qisasga duchor bo'lmasligingiz uchun, o'limga duchor bo'lmasligingiz uchun. Esma jahiliyatda unda bir maqol tansiladi. Al-qatl anfalul qatl. Bu maqol tansil qaraganda ma oyat favqulodda balog'at. Fatalımız diyen olsaydı, öttəgi adamlar mesela başka adamlar şunun oğluğa ne kılıçta çilişe kadar. Ya bulmaydı, bunda bulmaydı. O bir sefer mesela kembağal adamdan biz pul verip, bizim oğlumuzdan ondan sıla öğretmesine sıla balçaklarını oradan kaladıma adam bunda bir şey olmadı. Yani üydike şu üydike. Üydike ne olsun bulmaydı. Vela tezir vaziratun özra ukra. Uçadan kısasdan nümusun bulmaydı. Katil kandak oldu. Ama öttersem, emini öttemeyene başkılına nümu kıldık ama, sakkıldık ama da işkinci kadımda ana küçük vuruşup kalsam bakıp çatıklar. Yani bunun da ateşfa'u fi haddin min hududillah diye nümu küçük kaldı. Bu Allah-u Teala'nın haddi yani belgilengen ceza. Bunun da şu sadakalı mani öttemeyeli ve mani öttirilde bu başka bir günah adamla onu süpürüyor şu. Yani o katilini da kutuldurup koyduğun da şu. Kutiba aleykum iza hadara ahadakumul maut. Yani bu ayet sizlerinin anda bir sana üleş aldıda mal dünya taşlap ketken takdirde da yakın uruktukullarga, ata-analarga vasiyet kılış farz kılındı depti. Ey iza dana minhu fadarat amaratul maut demek. Eğer kesel oldu, sakarat düşkeminde ahvallar. İn tereke hayran nurgun mal dünya taşlap kesse dedi. Lima ruyan Ali radıyallahu anhu enne mevlen lahu aradan yusiya ve lahu 700 yani 700 dirhem demekçe. Bunun bir azat gelirse vasiyet kılay depti ödeş aldı da. Ya ki vestin bir rakamda ağırıp kalan çaldı da vasiyet kılaysa 700 dirhem bakin. Dedi ki ayak bolda vasiyet kılma depti. Vasiyet kılma dep Allah Teala intarka hayran degan. Al hayrga vel mal kathir demekçe. O degan hayır degan ko'p mal dunyodaydi. Lekin senin bu 700 tenge degan o al kathir kirmaydi depti. Bu mal dünya emas. Şu vasiyet kılışımsan bulur. Mevla degan azatgar desem ha. Azat qilib qo'ygan bir burun qilqula, hozir azat ekan. Walaysa laka malun fa'ilu kutiba. Kutiba deganning fa'il qaysi? Al-vasiyya. Vasiyat shu. Lil validayn wal aqrabin ata-onaga va yaqin tuqqanlarga vasiyat qilish demakchi. Va kanat al-vasiyya lil waris fi bad'il islam. İslamiyatning dastlab kunlarida vasiyat qilish, ay mirasxo vasiyat qilish batdi deydi. Keyin o'sha ayatul mawaris bilan bekor qilinib ketdi, amaldan qoldirildi deydi. Ayatul mawarisga shunday rijal nasibum matrikul validayn aqrab lin nisa nasibum shu. Kama bayyana fi sharh al-manar. Kama bayyana fi sharh al-manar. Va sharh al-manar deganiga diqqat qiling.
Muallifning Sharh al-Manar deb kitob bor ya, dastlabki muqaddimani o'qigan, tarjimonini o'qigan. Tamam. Muallifning asli Manar fi usul fiqh deb kitob bor. Buni o'zi sharhlab, andan Kashful Asrar fi Sharh al-Manar deb atagan. Shu kitobni demoqchi. Bu kitobning yana sharhi var. Yani bir sharhi var, Nurul Anvar'da. Bu Molla Jivanning. Molla Jivan hazratlari buni sharhlagan. Degan va Kashful Asrar fi Sharh al-Manar degan muallif o'zining kitobini o'zi sharhlagan. Va Sharh al-Manarda, Manar degan kitobning o'zimning qilgan sharhida, kimga o'zim bergan sharhida buni bayon qilib bo'ldim deydi. Yani o nimaninki Molla Jivan Nurul Anvar'da. Bizning vatanda mashhur o Nurul Anvar. Shu Manarning sharhi hamdi bu. Yani bunun haşiyesi var. Leknevi'nin. Leknevi Kamarul Akmar. Yani muş kitabının Manar'ninki iktisadının şerhi, yani muş kitabının şerhi haşiyesi olab 20 kadar kitap var. İfadatul Anvar bu adabca kanun. Mishkatul Anvar deyimizce. Bir kitaptan 20 kitap tuğulgan gibi. Şunda nemi tuğulgan kitap mı? Allah. Bu bakmayın. Ma muallif mi? Naathattı alma. Akidede, usul fıkıda nurgun kitap yazılan yani alimlarımı farklı alimlarımın çoğunları var. Yani ortaları var, küçükleri var. Ma var. Böyle çoğun alimler var. Muallifatları karşılanmam da yazılan kitapları. Mesela akidede mühim kitabı var. Ondan keyin usul fıkıda var. Furu da el-Vafi Furu da kitap var. Onun şerhi var. Güzel kitapları var. Tefsiri var. Demek hem sahada onun kitapları var. Ve qila ve gayr mansukh. Yani bir qarashda mansukh emas deyilibdi. Li'annaha nazalat fi haqqi man laysa biwaris. Bu ayet varis emas kishilar haqida tushgan debdi. Bi sababil kufr. Nima uchun? Xalqli yangi musulmon bo'lgan chaqda, Rasulullohning davrida, dastlabki vaqtda yangi musulmon bo'lsa, ota-onasi kafir, urug' kafirli bordi. O'zi musulmon bo'lgan. Li'annahum kanu hadis ahdim bil islam yuslimur rajulu va la yuslim abawahu va qarabatuhu. O'zi musulmon bo'lib, ota-onasi tuqqanlari musulmon. O chaqda qanday qilish kerak? Musulmon tuqqanlari meros ola oladi. Kafirlar aramani kafirlik hech kim narsa qilib, hamda uning yaxshilik qilish degan unda demakchi. Bu bir xil qarash endi. Vel İslamu qatal irsa fa şur'atu vasiyya fima baynahum. İslam dini bunu o'tirga meros olishimizni uzib tashlagandan keyin o çağda ularga tuqqanchilik, yaqinchilik nimasiga asosan ularga yaxshilik qilish, sil-rahim qilish jihatdan ularga vasiyat qilib qo'yish yo'l qo'yilgan deydi. Va ala hada la yuradu bi kutiba furida. Undan keyin bunda kutiba degani farz qilindi demamiz, mandub degan ma'no chiqdi deydi. Ha? Lekin bu to'g'risi qaysi? Furida degan shu to'g'ri. Endi hadisda la wasa li varis degandan keyin asli shu umumti. Burun shundaqdi. La vasal varsa asasen mirasxo'rlarga vasiyat qilish yo'q bo'ldi, ama endi qatqog'i nima? Aqrabinlardan miras olmaydiganlarning hukmi bayon. O'sha mansukh demaymiz, taxsis. To'g'risi. Va alada la yuradu bi kutba furida bil ma'ruf degani adolat bilan. Va huwa alla yusi lil ghani va yada al faqir. Bayga vasiyat qilmay, kambag'alga vasiyat qilib, andan manda qilish va la tajawuz sulus. Vasiyatdan 3dan 1 daisini olib ketmaslik, yani shu chiroyliqcha muvofiq miqdorda degan. Haqqan degan masdar muakkida, ay haqqadalka haqqan, ya haqqadalka haqqan. O'sha haqiqatan haq bo'ldi degan ma'no. Alal muttaqin alallazina yattaquna shirk. Shirkdan saqlanadigan taqvodorlarga faman baddalahu kimiki uni o'zgartirsa, vasiyat o'zgartirsa dedi. Faman g'ayral isa ala wajhi in kana muwafiqan lish-shar' min al-awsiya wa shuhud. Shohidlar vasiyat jihatdan shartni to'liq qilgan, shariat muvofiq bir vasiyat bo'lgan bo'lsa, uni o'zgartirsa, ba'dama sami'ahu, ya'ni uni anglab bilgandan keyin, yani sami'ahu degan o'sha bilgandan keyin deymiz. Chunki anglash degan bilishning bir yo'li. Anglashni bilgandan keyin uni o'zgartirsa, ishlatadi. Fa innama ismu allazina yubaddiluna. Uning gunohi kimga? Vasiyat qiluvchi emas, chunki vasiyat qiluvchi shariatga muvofiq vasiyat qilgan. Gunoh o'zgartirayotganlar bo'ldi. Endi bu yerda o'zgartirayotganlarni mishada aniq deb qo'ydi. Fa innama ismu alayhi demadi. Va zohir mawdu mudmar. Kaman baddalahu ba'dama sami'a fa innama ismuhu alayhi desboldi. Nima? Allazi yubaddiluna degan shu nimani ochiq deb qo'ydim. Ya jinoyatchilarning nimasini ta'kidlab qo'ydi. Demek almashtirayotganligi gunoh bo'ladi. Fama ismu tabdil illa ala mubdilihi duna g'ayrihi min al-musi wal-musa lahu. Demek vasiyat qiluvchi, vasiyat qilinuvchi gunoh yo'q. Almashtirayotganligi gunoh bor.
لِيَنَّهُمَا بَرِيئَانِ مِنَ الْحِيفِ. Demek bu işkeylen bunda zulümden yaki burumlaştın paktor dedi. İnna Allah semi'un. Hakikaten Allah Teala anlıgıçıdır, bilgüçüdür. Anlıgıçı deganne vasiyat qiluvchining so'zidan anlıgıçı, alim degan almashtirib etganlarning zulmini, naqschiligini bilgüçü dedi. Faman khafa kimiki ensirsa, yani alima bilib qalsa dedi. Ba'da şa'an fi kalamim yaquluna akhafu an tursila as-sama. Yani bu odatda bu şu khafa degan so'zni bunda o'ylab qalsa, bunda uqsa degan ma'noda ishlatish bor edi. Masalan, yomg'ir yig'ib qilishdan ensirayma degan, yomg'ir yig'ib qalamiki, deb o'ylayma degan ma'noda. Yani alima degan tavaqqa demakchi. Bunda qalamiki deb o'ylasa. Ve yuriduna zannal galib el cari mecral ilm. Demek bu yerda bilimning o'rnini turadigan ayda bir tavaqqa, yani kutish, yani ensirashni bildirdi deydi. Min musin vasiyat qilguvchidan muvassin kufi g'ayri hafs. Hafsdan boshqa kufining qariylari muvassin deb o'qibdi. Janafan degan haqdan ma'lulab ketsa, vasiyatda xato qilish orqali deydi. Yoki av isman, yani bir vasiyat qiluvchidan bir xatolik qilib haqdan adashib ketish bo'lsa, yoki bir gunoh bo'lib qolsa, gunoh degan o'sha qasddan odillik qilmasmi bu? Ta'ammudan lil hayf mana. Zulmga, naqslikka qasdlik bilan bir gunoh ishlab qolsa, fa aslaha baynahum. Ularning o'ttirini yarashtirib tuzab qo'ysa dedi. Baynal Musa lahum va humul validan. Vasiyat qilingan kishilar bilan, vasiyat qilingan kishilar ota-ona va tuqqanlar. Bi ijroim ala tariqi shar'. Yani ularni shariatning yo'lida mang'uzish orqali. Yani mayanga ketgan uni tartib qilib shariatning yo'liga urilashtirdi. To'g'ri yo'lga ekeldi. Unda tuzab qo'ysa, o'cha gunoh yo'q. Yani bunu bir xil vasiyatni o'zgartirish. Vasiyat qilgan kishi hozir vasiyatni chataq qildi. To'g'ri qilmabdi. Yani keyin bundan ma qilgan vasiyat ma bo'lmadi. Islom shariati uyg'un emas. Manda kesil bo'ldi deb bu bir vasiyatni o'zgartirganda. Bu vasiyatni o'zgartirib jinoyatchi qatori bo'lib qolmaydi bu. Chunki ani ruslab qo'ygan bo'ldi deb ta'kidlab qo'yadi. Fala etmali, gunoh yo'q buningda. Hinazil. Ya'ni tabdil batil la haq. Chunki bu naq bo'lgan bir vasiyatni to'g'ri nimaga akab qo'ydi, o'zgartdi. Zakara ma yubaddil bil batil thumma ma yubaddil bil haqq liya'lama anna kull tabdil la yu'tam. Yani o'zgartishning hammasi gunoh ketmaydi. Va xatoni to'g'ri akab menda o'zgartsa bu gunoh emas. Vakil hada fi hal hayatul musi. Anu ba'zan da tafsir qildi. Bu vasiyat qiluvchi shu hayat ba vaqtida bo'lgan ish deydi. Hayat bachaqda falanaji ma ishlari bo'lmadi, islamda zulm qo'ylar yoki naqshilik qildi, buni mandarim qislar deb hayat bachaqda uningga askartib samiysini bunda o'zgartirib qo'ysa degan bo'ldi deydi. Ay faman hadara vasiyatahu. Demak, o vasiyat yozgan chaqda bu odam bakin. Bir vasiyat yozgan kira ma vasiyatlar yaqinlashmadi deb tuzatsa dedi. Yani shariatga xilof deb qarab, uni to'sab, bunda qilmislar deb to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yapti. Vasiyatini tuzib qo'yapti. Fala isma ala hadal musi bima qala awwalan. Bunda avvalda a kishi boshda xato vasiyat qilgan. Keyin tuzib o'shagandan keyin abradini askartish bilan bu vasiyat qiluvchi gunoh bo'lmaydi yani. Bu xatosini tuzatdi. Bunda degan bu. Innalloha g'afurur rahim. Haqiqatan Alloh taolo mag'firat qilib rahim qiluvchidir deydi. Vallahu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.